Oğlum, sen sekinroq gapiring. Xo'jaylik eshitib qolmasin. Qarichilikni ko'zim ko'rmay qoldimi? Hozir hammasini to'g'rilab beraman. Menga rahmingizni keltirib gapirmang. Kazo odamlar bor edi. Shuni ham yalishtirib qo'yadimi? Sizlar akalarni kim oladiki o'zi? Qarib qolgan bo'lsangiz, uyda nevaralaringizni boqib o'tiring. Tushundingizmi? Chaqiring xo'jayiningizni menga. Iltimos ukam, o'zingizni bosib oling. Xalqda tinchlikmi? Nima gap? Assalomu alaykum. Siz kim bo'lasiz? Men shu yerda rahbar bo'laman. Nima xizmat? Yaxshi, rahbari bo'lsangiz boshqa odam qurib qo'yganmi ishlagani? Ha? Yoki boboylar ishga olasizlarmi? Men hatto shuncha odamning oldida sharmanda bo'ldim. Boshqa narsa solib bergin desam, bu narsani solib beribdi. Yoshlar yo'qmi ishlaydigan? Men qani ikki quloq bilan gapimni eshiting. Yo bu boboy ishdan bo'shatasiz, yoki xos telefonda hammaga kommentariy yozaveraman deb, na do'koningizga, na boshqangizga hech kim kelmaydi. Tushundingizmi meni? Endi o'zingiz bosib oling. Xalqda mana shu do'konlarni barpo bo'lishiga hissasi qo'shilgan 20 yildan beri ishlaydi. Endi qarichilikda endi. Men oxirgi gapimni aytib bo'ldim. Nima? Men mehmonlarning oldida sharmanda bo'lib qovuramanmi? Yo boboy ishdan bo'shatasiz, yo sizlarga katta bosh og'riq beraman. Xo'p, yordam. Endi to'g'ri tushunasiz. Haqiqatan ham yoshingiz o'tib qoldi. Ish o'rningizni bo'shatib qo'ya qoling. Shokirjon, bular bilmasa ham siz bilasiz-ku, ikkita navaram bor. Dodam, iltimos. Ana bu erkakcha ish bo'ldi, mushik. Salomat bo'lasiz. Shokirjon, 20 yildan beri shu do'konda ishlab, bir simga xiyonat qilmadim. Otangiz rahmat qo'lida ishlaganman. O'zingiz bilasiz bu narsani. Bitta odamning gapiga kirib, ishdan bo'shatib yubordingiz. Mayli, meni o'ylamasangiz ham ikkita yetimimni o'ylang. Meni endi qari bo'lganimda kim ishga oladi, Shokirjon? Ya, Abduxoliq aka, siz men haqimda yomon gumonga borib qolibsiz. To'g'ri, sizni ishdan bo'shatdim. Bu lavozimingizdan bo'shatdim. Siz rahmatli adam bilan ham ko'p yurgansiz. Ko'p narsalarni bilasiz. Meni yonimga yordamchi bo'lib o'ting deb yengil lavozimga o'tkazayotgandim. Yo'l yo'riqlarni ko'rsatib, biznesda ozgina tajribangiz ko'proq menga o'rgatasiz deyotgandim-da, xalqda. Shokirjon, ming bor uzr. Noto'g'ri gumonga borib qolmanda, ikkita yetim navaram ko'zim oldidan ketmay qoldi. Martabangiz ulug' bo'lsin. Ilohim, ikkita navaram sizga o'xshagan inson bo'lsin. To'ylarida birga turishlik nasib qilsin, Shokirjon. Rahmat bolam.